Xullas, yerdan 5000 metr balandlikda samolyotda ketyapmiz, voyinli samolyotda. 5000 metr. Короче, ketyapti, samolyot o'rtada to'xtab qoldi. Tepada motor ishlamayapti. Komandir bilan lo'chis xonasida bosyapmiz. Lo'chka michadimi? Nimadan? Kim tez uchadi bunaqa samolyotda? Короче, komandir aytyapti, "Naim uruchay" deyapti. Rast chiqyapman, qanotga ketyapman, qanotga borsam qarg'a tiqilgan. Bitta qarasam samolyotga hamma soldatlar Badr yoqdi. Shunday parrani ushladimda bor kuchim bilan. Dagaza ketdim. Keyin dagaza eshitdinglar. Hech kim sakramayapti. Komandir aytyapti, "Naim, davay uruchay" deyapti. 5000 metr balandlikdan sakradim. Ketyapman. 20 ming ketyapman. Parashyut yo'qligi esimga tushib ketdi. Komandirga qilyapman, "Alloh, bratan, parashyut yo'qsan o'zing uruchay" deyapti. Yerga qarasam 10 metr qolgan, to'xtab turibman. Qanaqa qilib? Bulutlar ustida sakrab yuribman bunday qilib. Shunday qarasam Visokovoltniy ismi bor ekan. Shunday ushladim, shunday to'xtadi. Tok urmadimi tok? O'sha payt tok urardi, baqirishga g'urrimiz yo'l qo'ymasdi, tushundingmi? O'sha payt tok urdi, mashina urib ketdi degan narsa o'rnimiz turgan.